Qo'qon shahrida institut tashkil bo'lyapti. Qo'qon davlat universitetini ochish yo'lidagi ilk qadam 1931-yilda mahalliy faollar tomonidan boshlangan. Dastlab pedagogika texnikumi sifatida faoliyat ko'rsatgan bo'lib, 1940-yilda institut maqomini olgan. Mana bu jarayonlarda qatnashayotgandan g'oyat xursandman. Barchasi shu yoshlar kelajagi uchun. Qariyb 70 yil davomida institut juda ko'p voqealarga guvoh bo'ldi, lekin rivojlanishdan to'xtamadi. Oldinda institutni yangi asrga xos o'zgarishlar kutmoqda edi. Eshitdingmi? Mana? Institutimizga yangi zamonaviy jihozlar kelishibdi. Yo'q, rostdan. Endi maza qilib yangi zamonaviy texnologiyalarda dars o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. 2010-yilga kelib Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari 6000 nafardan oshdi. Institut katta o'zgarishlar boshlanish arafasida edi. Yangi ta'lim yo'nalishlarini joriy qilish, talabalarni dunyo standartlari asosida o'qitish uchun ilk qadamlar tashlandi. 2025-yilga kelib deyarli bir asrlik yo'lni bosib o'tgan Qo'qon davlat pedagogika instituti Qo'qon davlat universitetiga aylantirildi. Hozirgi kunda universitet talabalari 18000 nafardan oshgan. 1000 dan ortiq professor o'qituvchilar ta'lim va tarbiya berib kelishmoqda. Qo'qon davlat universiteti dunyoning rivojlangan mamlakatlari AQSh, Buyuk Britaniya, Turkiya, Hindiston, Chexiya va Ozarbayjon kabi 10 dan ortiq mamlakatlarning top universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Qo'qon davlat universiteti zamonaviy bilimlar, ilmiy izlanishlar va keng imkoniyatlar maskani.